hozir boraman dedim-ku. Hop, Nasrullohga hozir. Ha, Nasrulloh. Xotinim. Alo. Qo'y xotinim. Hozir boraman. Boladayım, ko'chada edik biz. Bolam bilan ko'chada o'tirgan. Hozir boraman. Aslan, mening sana xotinim o'zim kerak. Alo. Boraman dedim-ku. Boraman, bo'ldi, telefon qo'rma. Bo'pti, ajralsam sen bilan. Arsul aka. Ama uylanmagan manu. Qanchas telefon kamak o'zi. O'zbek sana xotining ekan. Mana xotinimmidi? Voy. Let's go, la la la. Bichamalardan